juda alatayotganda og'zi. Ikki gap o'rtasida ha onangni ha ko'p so'kar ekan. Shuni hajga jo'natib yuboraylik, zora yaxshi odam bo'lib kelsa. Seni hajga jo'natamiz. Voy, meni hajga jo'natmoqchi bo'lgan. O'zimiz yonimizdan jo'natamiz. Jo'natib yuborishibdi. Haj marosimlari tugagandan keyin samolyot vatanimizga kelib to'xtagan. Hojilarimiz, hoji dada, hoji ayalarimiz oppoq ko'ylaklarda, oppoq ro'mollarda, oppoq tasbihlarni tashab, oppoq do'ppilarda shukur qilishyapti. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, vallohu akbar. Yurtimizga sog' salomat keldik. Yetkazganingga shukur. Hammalari duo qilib tushib kelsa, haligi ulfatlarni poylab turganmiz. Bizni hoji qani ekan deb tursin, u ham tushib kelyapti samolyotda zinasidan. Hamma yoq oppoq. Bosh bit bilan o'ralgan. Qo'l oyoq gips. O'sha yoqqa borib odam bo'lib kelmadingmi? Nima bo'ldi? Desa gapirib beryapti.